Kosto kabadaslik suvasta sarguzashtlari. Kosto bundan 100 yil oldin cho'kkan. Uchrab qolsa, qayerdasan, nima ish qilyapsan deb so'rasa, bu yerlarni aytib o'tirma. Tushundingmi? Baba. Ismim Maximus Detmeriti. Shimol qo'shinlari qo'mondoni, Ispan legionlari generali. Haqiqiy imperator Mark Avreliyning sodiq xizmatkori. Bir aybim bor. Shuni boshdan aytib qo'yganim yaxshi. Xo'sh, nima aybing bor? Siyg'omisan, tutqaromisan? Aybim shuki, yoshligimdan odat bo'lib qolgan. Har zamonda shu bexosdan yolg'on gapirib qo'yaman. Shunda ko'ymasangiz bas. Sezyapsizlarmi? Hayot uchun jang ketyapti. Hammada jang. Vajohati bir ko'rib, qanday ulug' zot bilan uchrashib qoldi deb o'ylayotgan bo'lsalaring kerak. Bizning asl zotimiz Buxoroy sharifdan. O'ylayapman-da, kimga qolyapti hozir. Hozir o'ylaydi men. To'xtanglar. Nima qilsak ekan-a?